Mana bu yerdan moyka bo'ladi, xudo xolasa. O'zi jarayon boshqa. Mana bu yerdan suv va kanalizatsiya kiradi. Mana bu yerdan Ariston, avtomat kirmoqchi. Mana bu yerdan dush tushadi. Xudo xolasa. Hamon montajda mana bu yerda rakina bo'ladi. Assalomu alaykum. Mana biz xudo xolasa ishimizni tugatdik. Suvlari, krasniklari bilan hamon sasishyapti. Kanalizatsiyalar bilan. Turbalar. Mana bu yerda press kontrolimiz, filtr, kirmoqchi, polavtomatga mana bu Prado Aristonimiz va dush yuvamiz. Mana bu yerga rakina hali stechka bo'lmagani uchun buni paka qo'ymadik. Yog'i kelgan va tashqarida bitta tochkamiz bor.